Vallahi ilan oyundan başladık. Go. Like ve abone buluş işten çıkmasın vallahi. Gördüler mi? Bunda 8 geliydi. Top kızınca oyundayız. Vay. Juda apasını oynayken. Ben bazı kralını öldüremiz. Yaxşı. Vay. Juda apasını dedim. Kral öldü mü? Tezlikli baş geliydi. Daima bilemem. Yaxşı. Kral tirik ekan. Voy bile. Ya beni öldüremiysen. 75'te keldim. Kichkinalarni o'ldirib ketaverish kerakda bu o'yinda. Voy bilat. Yaxshi. Tez olish kerak ekan. Ehtiyot bor. Oldindan ilon chiqib qoladi-da, ana shunaqa. Yaxshi. Mana shunaqa o'lish kerak. İçkariga oldingmi? Qoch. Yaxshi. Üçüncü o'rindamiz. Ben bu silli qutini vay be. Necho akalar. Hozir yutamiz. Men ovqatimni oldim, hozir ko'rsataman belamga. Hozir qilolman deb o'zicha karillayapti. Nima bu plus? Bir narsalar oshib ketdi. 6-o'rindamiz. Hozircha namba surli qutini olamiz. Olinmadi. Qirol ketdi. O'zim oldim. Sirli qutiga 3 ta tanga kerak shekilli. Qirol bo'ldik akalar. Qirol bo'ldik. Shuncha ovqat. Men bu ham hozir o'ladi. Qanaqa qilib berdi bu? Aytdim o'ladi. Men piyoz ham o'ladi hozir, qaranglar. Ana aytdim sizlarga. Yana men qirol bo'ldim. Hozir bittasini ichkariga o'rash kerak deb aytdim, men bo'lib ketdi. Davay yana. Bu yoqda ovqat juda ko'p ekan. Men bu ko'pni o'ldiramiz. Hozir. Davay o'ldi. Men o'zimni tanam. Men desam o'lmayman. Yaxshi, shuncha ovqat qirolmiz. Hozircha
Yaxshi. Yutishimiz kerak. Bilmem. Men bilan o'radim hozircha. Men bilan o'lib ketdi. Ehtiyot bo'lib o'ynash kerak-da bu o'yinda. Lekin normalni o'ynagan bo'ladi chilasa. Qanaqa videolar chiqaray degani kommentda yozib qoldiring. Men bularni ham o'yinishini dumalab qilib o'larmikan ko'ramiz. Men bu yerda yana ovqat. Davomini yeymiz. Bechorani qo'yib yuboraymi? Yo'q, endi. Yana bitta odam o'ldi. Davay sen ham o'lding. Voy, qancha kattaman men. Birinchi o'rinda qirol men ekanman. Yana bitta odam o'ldi. Voy, qancha uzun bu. Bilmem bu qanaqa qilib ko'rib o'tdi. Tushungan bo'lmaydi bularga. Hamma joydan kirib ketaveradi. Eng kattasi o'zimman-da shunda. Men bu bechora hali ham o'lmadi. Asta-sekin olib ketaveramiz-da shotlardan. Balkim o'larsan. Bizani ilonni bitta ko'zi katta, bitta ko'zi kichkina ekan. Yana bitta ilon o'ldi. Voy, nima o'lmayapti? Yana o'ldi. Hamda hali ham o'lmadi. Buni qo'yinglar, men bu ilonni o'ldiramiz bo'ldi. Yomon esatni buzyapti. Qora ilon ketdi. Sigirmi bu? Ana o'ldi. Yana bir. Endi mana sigirni o'raymiz hozir to'xtayman. Sigirjon, men bir uchalasini ham o'raymiz hozir. Yetarmikan? O'ldirmoqchi edim men. Hozir. Ziyorat tashimam bularni. Hozir. Oldidan chiqaverishar ekanda bular. Sigir o'libdi. Lekin ololmadim. Men bu qanaqa qilib kirib o'tdi bu yerga? Men bu yerda ham odam o'lgan. Voy, 7000 bo'lib ketdim. Davay obunachilarni ham 7000 ta qilib yuboramiz. Buni ham o'rgimiz. Agar bir narsaga tegib ilongami o'lib ketsam xafa bo'lmaysizlar. Endi qachon o'larkan? Men bu ham
qanaqa kirib o'tdi bu? O'lmaydi ham. Buni ham o'lmaymiz hozir. Men bu yerda yana bitta ilon o'ldi. Hozir. Ana bo'radik. Ana. Qanaqa o'yinlarni o'ynab chiqaray, kommentda yozib qoldiring. Videoga like bosib, komment yozib qoldirsangizlar men xursand bo'laman. o'n mingtaga olib borar ekanmiz. Men bu yerda yana bitta o'ldi. 8000 bo'ldik. Men bittadan o'tdi. Yaxshi. Voy bile, sal qoldi. Men bu ham o'lmayapti. Nimaga? Hozir men bo'ladi. Aytdimmi? Asta yurish kerak-da. Yo'l harakati qoidalariga rioya qilib. Men bu. Hozir bu ham o'ladi. 100 talik aytdimmi? Qanaqa kirib. Hozir o'lib ketaman. 10 mingtaga borib o'lsak normalmi, lekin hozir men bu chegaradan hammani o'rashga harakat qilamiz. Men bu yerga bitta joyga reaksiyani ko'rdinglarmi akalar? Voy, shuncha ovqat. Ko'rdinglarmi shuncha narsa? Hozir men bu bitta nuqta bo'lib o'ralamiz. Ilonimiz borgan sari kattalashib boryapti. Birinchi o'rindamiz 10 mingta bilan. Voy. Boshim ham aylanib ketdi men bu ilonni ko'rib. Bu endi qachon kelar ekan? Oxiri bormi buni biladi. Men bu ham o'ldi hozir. Aytdim sizlarga. Oho, olaymi? Bo'ldi. Olmasak bo'lmaydi buni. Hozir tugatamiz. Endi tugamaydi bu. Shunaqa bo'ladi. Ko'rdinglarmi akalar qancha kattaligini bu ilonni? Bo'ldi hozir. Ko'rdinglarmi akalar? Bu o'yinda asta sekin o'ynash kerak. Mana yana o'lib ketdi. Asta sekin o'ynash kerak. Kichkina nima qilibdi? O'n 14 daqiqa bo'libdi akada. Unda xayr bo'ladi. Bittasiga yaxshilik qilib o'lib beraymi? Mana hozir yaxshilik bilsa biladi. Ana mazza qilib yeyishadi. Menimcha bugunga yetar do'stlar. Like bosib, obuna bosib, qo'llab-quvvatlab yuringlar. Xayr do'stlar.